Bugungi mavzuyimiz o'zbek tili bayrami. O'zbek tili, ya'ni ona tilimiz, ona tilimizga davlat tili maqomi berilgan kun haqida nimalarni bilasiz? Assalom tilimning shaydolariga, assalom ilmning shaydolariga, assalom onalik tilni qutluvchi, assalom dilimning shaydolariga. 1989 yili 21 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni qabul qilingan. Mazkur qonunning 1-moddasiga ko'ra va Konstitutsiyamizning 4-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasida yashovchi barcha millat va xalqlarning urf-odatlari, tillari va an'analarini hurmat qilishi belgilangan. Ulug' mutafakkir shoirimiz Hazrat Alisher Navoiyning o'zbek xalqi ma'naviy dunyosi tilining rivoj topishida xizmatlari katta bo'lgan. Navoiyning asarlari orqali ona tilimizga bo'lgan mehr-muhabbatimiz oshdi. Xalqning vatani davlati kabi yana bir buyuk, ehtimolki birlamchi boyligi bor. Bu uning tili. Aynan til insonlar guruhini bir millat sifatida biriktiradi. Ya'ni xalqni xalq, millatni millat qiladi. Bugun bizda chet tillarini o'rganishga yaxshi shart-sharoitlar yaratilishi bilan birga o'z ona tilimizni chuqur o'rganish ham yaxshi e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda garchi davlat tili o'zbek tili ko'rsatilgan bo'lsa-da, boshqa millatlarning balki tili, urf-odatlari ham hurmat qozoniladi. Kelib ketdi necha dunyolar, keldi hayot, yig'ladi o'lim, sen deb jafo chekdi bobolar, ular ketdi, sen qolding tilim. Madhing dildan kuylay jo'shib, ohanglaring qo'shib o'rganaman sendan bilim, ona tilim jonu dilim. O'zbegimning iftixori, til millatning nomus ori, ardoqlaydi, sev elim, ona tilim, jon dilim.